Kechki paytga nima ovqat qilsam ekan deb hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? Uyg'ur milliy taomi bo'lgan go'shtday yokida gampan ovqatini bugun meni talqinimda qilib ko'ramiz. Uyg'ur milliy taomlariga borib, bunaqa ovqatni zakaz qilib yeyishinglar shart emas. Uy sharoitida ham xuddi shunaqa qilib tayyorlasa bo'ladi. 3 xil svetofor bolgarskini to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Videoda ko'rsatilgan hamma mahsulotlarni bir xilda to'g'rashga harakat qilinglar. Bir xil to'g'ralganda ham mazasiga ta'sir qiladi, ham ko'rinishi chiroyli chiqadi. Ovqat juda ham mazali va o'xshab chiqishida Spice Expert mahsulotlari bizga yaqindan yordam beradi. Qozonni biroz qizdirib, borgiz zaytun yog'laridan solamiz. Go'sht solib, biroz qovurib, soya solib, ozgina suv solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Bu jarayon go'shtimizning xil-xil pishishiga yordam beradi. Solingan suv qozonda qolmay, yog' hosil bo'lganida hamma mahsulotlarni 5 minut oralig'ida qovurib olamiz. Spice Expertda maxsus lag'mon uchun priprava bor. Ana shundan solib, tuz namagini to'g'irlab, yarim soatda qaynatib olamiz. Ovqatimiz tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying.